Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Sizlar bilan men usta Shohruxbek. Bugun 12-mart 2025-yil. Biz navbatdagi xonadonimizni tunuka fon ishini Andijon viloyati Dalvarzinda juda ham go'zal holatda o'z nihoyasiga yetkazdik. Har doimgidek video boshidan sizdan bir dona like, mendan esa ushbu xonadonimizning hisob-kitobi. Biz ushbu xonadonimizga jami bo'lib tunukani rasxodiga hisoblaganda 230 kvadrat atrofida tunuka ishlatdik va undan tashqari ushbu xonadonimizga 2025-yilda trendga aylangan kosmosimizdan 2 dona o'rnatib berdik. Bu xonadonimizning darvozaxonasi va ayvonini chekalariga MDF naqshdor gullardan ham qo'yib berganmiz. Shunda xonadon egasiga 230 kvadrat metr tunuka fon, 2 dona kosmos va MDF guli bilan birgalikda 35 million 570 ming so'mga barcha xarajati ichida bitdi. Agar siz ham xonadoningizni mana shunaqa sifatli ko'rinishda tunuka fon qilmoqchi bo'lsangiz, albatta mana shu ekrandagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling va biz bilan bog'laning. Inshaalloh keyingi xonadonimiz sizniki bo'lishligi mumkin bo'ladi. Hozirgi kunda 1 kvadrat metr tunuka fonni barcha xarajati ichida vodiy bo'ylab 140 ming so'mdan qilib bermoqdamiz. Vodiydan tashqari viloyatlar bo'ylab esa 150 ming so'mdan bitirib bermoqdamiz. Bo'lmasam biz videomizni boshladik. Albatta videomizni boshdan oxirigacha ko'ring. Xo'p, hurmatli obunachilar, bo'lmasam biz boshladik. Hozirda siz ushbu xonadonimizni ajoyib ko'rinishga ega bo'lgan ochiq ayvonini ko'rib turmoqdasiz. Bu ochiq ayvonimizning pastki qismi yozgi oshxona bo'ladi, letniy oshxona. Bu xonadonimizni biz mana shu ichkari shapkasi aylanasiga darvoza xonasi, ayvoni va tashqari shapka kazirokni taglari bilan birgalikda tunuka fon qilib berganmiz. Tunuka fon ishimizga bitta baho berib qo'ying. Juda ham go'zal holatda bo'lib bitdi. Video boshida aytganimdek, ushbu xonadonimizni ayvoniga bitta kosmosdan o'rnatganmiz, darvozaxonasining o'rtasiga bitta 2 metrlik kosmosimizdan o'rnatib berganmiz va undan tashqari mana bu chekalariga MDF gullarimizdan ham o'rnatib berganmiz. Xonadon egasiga yana eslatib o'tmoqchiman, 35 million 570 ming so'mga ushbu xonadonimizni tunuka fon ishi mana shunaqa go'zal holatda bo'lib bitdi do'stlar. Tunuka fonimizga baho bering. Shapkaga qilib bergan dizaynimiz o'zgacha bo'lgan. Oldi qosh peshonasini 2 qavatli qilib berganmiz. Juda ham go'zal holatda bo'lib bitdi. Orqa tomondagi lola gullarni ham o'zgartirib berganmiz do'stlar. Bu xonadonimizga mana shu fasonimiz juda ham yarashib turmoqda. Agar sizga ham yoqqan bo'lsa, albatta kommentariyada yozib qoldiring. Sizning fikringiz biz uchun juda ham muhim. Sizning fikringizga qarab, siz xohlagan daqiqa video chiqarishga harakat qilamiz. Agar videolarimizda xato kamchiliklari bo'ladigan bo'lsa, albatta kommentariyada yozib qoldiring. Bu darvozaxonamizning ko'rinishi. Darvozaxonamizga aytib o'tganimdek 2 metrlik kosmosdan bir dona o'rnatib berganmiz. Hurmatli obunachilar, ichkari shapkani, ayvonni ko'rdinglar. Endi mana darvozaxonasini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Tashqari tomonga chiqadigan bo'lsak, bu xonadonimiz aytib o'tganimdek Dalvarzinda Stelka zapravkani ro'parasidan kirganda 7-ko'chada joylashgan bo'lib, agar siz mana shu atrofdan bo'lsangiz, bemalol kelib ishlarimizni ko'rib tomosha qilib olishingiz mumkin bo'ladi. Burchaklarni ham ustalarimiz tomonidan mana shunaqa chiroyli tarzda chiqarib berilgan. Mana shu shapkasini aylanasiga qilib berdik, hurmatli obunachilar, va mana bu kazirokni tagini ham tunuka fon qilib berganmiz. Ko'cha shapkamizni oldi qoshini 1 qavatli qilib berganmiz. Sababi ko'cha shapkamizni eni ensizroq. Xo'p do'stlar, bilasizlar, biz tunukani rasxodini hisoblaymiz, joyini kvadratini emas. Bu xonadonimizga ishlatgan tunukamiz bu tunukani rasxodi, ya'ni 230 kvadrat metr. Bu joyda kvadrati emas, tunukani rasxodi. Misol uchun mana shu joyimiz 20 metrga 1 metr bo'ladigan bo'lsa, aynan mana shu fasonda 34 kvadrat atrofida tunuka rasxod bo'ladi. Fasoniga qarab tunukani rasxodi o'ynaydi. Misol uchun 20 kvadratga 10 kvadrat qo'shiladigan fasoni ham bor, 20 kvadrat, 25 kvadrat qo'shilib ketadigan fason ham bor. Ya'ni 20 kvadrat joiz, 30 kvadratga aylanishi ham mumkin, 40-45 kvadratga aylanishi ham mumkin. Siz qanchalik soddaroq fason tanlasangiz, demak sizga tunuka fon shuncha arzonroqqa bitadi. Ikkigan sodda fason modadan qolishi qiyinroq, ya'ni klassika hech qachon modadan qolmaydi. Sizning uyingizga mana shunaqa chiroyli vid berib turadi. Bu xonadonimizning proyekti ham juda ham yoqdi meni o'zimga. Iloji bo'lsa, alohida video qilib xonadonimizning proyekti haqida ham bitta video qilaman. Albatta komment yozib qoldiringlar shu xonadonimizni proyekti haqida, ya'ni xonalari nechta xonadan iborat, nechta sotixga tushgan, shular haqida ham video qilaymi yoki yo'q, komment yozib qoldiringlar. Albatta sizlarning fikringlarga qarab video qilishga harakat qilaman.
Xo'p, hurmatli do'stlar, mana ko'rdinglar, ushbu xonadonimizni qayerlari tunuka-fon bo'ldi va necha pulga bo'ldi. Iloji boricha men o'zim sizlarga ma'lumotini chiroyli holatda berishga harakat qilmoqdaman. Albatta, sizlar uchun bu ma'lumotlar foydali bo'ladi degan umiddaman do'stlar. Sizlar videolarimizga layklarni gumbillatib bosib tursanglar, biz sizlarga mana shunaqa chiroyli holatdagi tunuka-fon ishlarini, videolarini kun davomida ko'rsatib boramiz. Iloji boricha sizlarga eng sifatli ko'rinishdagi videolarni ko'rsatib borishga harakat qilamiz. Ishlarimizni Xudo xohlasa chiroyli holatda chiqarishga harakat qilamiz YouTube kanaliga. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana shu joyga yetganda bo'lmasam video roligimizni yakun yasaymiz. Albatta, bizni Andijon tunuka-fon kanalini yo'qotib qo'ymaslik uchun bizning kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Xudo xohlasa bizning kanalimizda deyarli har kuni mana shunaqa tunuka-fonda videolarini kun davomida ko'rib borishingiz mumkin bo'ladi. Video davomida esa sizlarga kerakli bo'lgan tunuka-fonga oid ma'lumotlarni berib o'tishga harakat qilamiz. Bu xonadonimizning joyining kvadrati 130 kvadrat metr atrofida edi. Biz bu xonadonimizga 230 kvadrat metr tunuka ishlatdik va xonadon egasiga kosmoslari bilan birgalikda, MDF gullari bilan birgalikda, yana eslatib o'tmoqchiman, 35 million 570 ming so'mga mana shu holatga keltirib berdik. Agar siz ham xonadoningizni tunuka-fon qilmoqchi bo'lsangiz, mana shu ekrandagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling va biz bilan bog'laning. Videomizni yakun yasaymiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, ketkizgan qimmatli vaqtingizga rozi bo'ling.